Qaysi ahmoq buni bu yerga qo'ydi ekan? Mashinani o'zi juda ham yaxshi, juda ham chiroyli mashina. Salonda odam yo'qmikan? Yo'q. Hech kim yo'q ekan. Salom do'stlar, mening ismim Kompot. Sizlarni yangi videomda ko'rib turganimdan xursandman. Bu kimning mashinasi deb o'ylaysizlar? Ahmoq, zo'r mashinani qo'ygan joyini qaranglar. Bu mashina menimcha bu qishloqni jitellariga tegishli emas. Chunki bu qishloqni jitellarda hali mashina yo'q. Bularni tez olib olamiz. Ekinlarni payhon qilib yubormasligi uchun tez olib qolganlarni ekib qo'yamiz. Ana do'stlar. Qolganlarni ham payhon qilmasin dedim-da. Xo'p, uyimizga hozir boramiz. Salom. Jitel millioner. Sen bu yerda nima qilyapsan? Ana bu mashina senikimi? Ha, bu mashina meniki. Senga yoqdimi? Yaxshi, senga savolim bor. Tez javob ber. Bu qishloqda umuman men uyimda nima qilyapsan? Men shunchaki parkour qilmoqchiman. Yo'q, men ruxsat bera olmayman. Men ishlayman axir. Buni gapini eshitdingizmi, aqranalar? Bu shartnomani esidan chiqarib qo'yibdi, ahmoq. Yo'q, hech narsani bilmayman. Ol mashinangni. Kompot, uyingni 3000 izmirudga sotib olmoqchiman. Sen hazillashyapsanmi? Yo'q, hech qanaqachasiga sotilmaydi. Sen menga unaqa hazil qilmagin. Bu meni uyim, bu meni qishlog'im. Shunchaki men bu yerda yashayman, tamom. Bu yer sotilmaydi. Aqranalar, buni gapini eshitdingizmi? Sen shartnomani bir ko'rgin, Kompot. Yo'q, meni hech qanday pul va hech qanday shartnomalar qiziqtirmaydi. Xayr, mashinangni olib qo'y. Senga men juda ham ko'p pul taklif qilyapman. Ola qol. Senga nima kerak bor bu yerlarda? Xohlaganing narsangni sotib ol. Axir seni shuncha joylaring bor. Bu yerda senga nima keragi bor? Bu narsalar qiziqtirmasin. Shunchaki izmirudlarni va shartnomadagi narsalarni ol, tamom. Sen nima hazillashyapsanmi? Yo'q. Men haqiqatan ham aytyapman. Rozi bo'lsang, tez uyingdagi narsalarni olib chiq. Do'stlar, u menga 3000 izmirud bermoqchi. Men albatta ha deyman. Men shu qishloqdan boshqa uy sotib olaman. Bu ana u mashinani qarang, bir ham chiroyliki. Sen meni aldamasligingga qanday ishonishim mumkin? Aqranalar, sizlar eshitdingizmi? Albatta qonuniy, shunchaki shartnoma orqali. Bu shartnomami? Men millioner jitel. Do'stlar, siz buni o'qidingizmi? U menga bir izmirudga o'z mashinasini bermoqchi. Rostdan ham berasanmi? Yaxshi, men hozir uyimni yig'ishtirib chiqa qolaman. Mashinani qarang. Bu juda ham zo'r g'oya do'stlar. U mashinani olamiz va qimmatga sotib, o'zimizga chiroyli uy sotib olamiz. Xo'sh, men mana imzo qo'ydim. Ola qol shartnomani. Aqranalar, u imzo qo'ydi. Ha, ola qol. Men imzo qo'ydim. Sen shartnomani boshqatdan o'qi. Nima uchun? Bitta izmirudga men Nima? Men bu shartnomaga imzo qo'ymadim. Men bu shartnomani Men seni bunchalik ahmoq demabman. Menda asl nusxasi bor. Yo'q. Men senga o'z uyimni bermayman. Kompot, sen shartnomani imzolading. Endi uy meniki. Agar rozi bo'lmasang, aqronalarim ishni bitiradi. Yo'q. Bu qanaqachasiga? Ha, mayli. Hozir men hamma narsamni olib chiqib ketsam bo'ladimi? Men hozir do'stlar, afsuski biz millionerning hiylasiga tushdik. Hozir biz tezda o'z narsalarimizni yig'ishtirib bir yo'lini topamiz, mayli do'stlar. Biz tezda o'zimizni buyumlarimizni olib olishimiz kerak. Qanday qilib men millionerni tushdim millionerning ahmoqona rejasiga. Hozir buni olishimiz kerak do'stlar. Hamma buyumlarimizni olib chiqib ketishimiz kerak. Tezda olib chiqib bu sandig'imizni ham, fakirni ham olamiz. Sandiqdagi narsalarni ham olamiz. Afsus. Hozir.
Hozir tezlashishimiz. Mana olyapman. Buni ham olib olamiz, versak albatta bizga kerak bo'ladi. Tezlashmasak hozir bizni chiqarib yuboradi. Bo'ldi, uyimdan chiqib ket. Hozir stolimni olib olay. Yo'q, kompot. Bu uyga tegishli, uy meniki. Hozir aqronalar ishni bitiradi. Tez chiqib ket. Yaxshi, men ketyapman. Do'stlar, afsuski millionerning hiylasiga chuv tushdik. Ana uni qarang, qarashini. Har safar u meni o'z hiylasiga chuv tushiradi do'stlar. Qanday kompot ahmoqqa, Ramon kompot juda ham ahmoq. Endi qayerda yashasak bo'lar ekan? Mana bu eski uylarning birontasiga kirib qolamiz. Ay, juda ham yomon holatda. Bu yerning hatto eshigi ham yo'q. Qarang do'stlar, o'zimizni chiroyli uyni tashab tor, hattoki tuzukroq poli ham yo'q. Yer va o'tlardan iborat joyda qolib ketdik. Mayli, shu yerda yashay qolamiz. O'tlarni olib tashlab, hozir bu yerga divanimizni qo'yib qo'yamiz do'stlar. Bu yerga ikkita pechkamizni qo'yamiz, versakni tepaga. Bo'ldi, shinamgina uyimiz tayyor bo'ldi do'stlar. Hamma narsalarimizni, sandiqlarimizni bu yerga qo'yamiz va hamma narsalarimizni shuni ichiga qo'yib qo'yamiz. Polni o'rnida do'stlar, ilojimiz qancha endi? Xo'sh, bularni ham qo'yamiz, hammasini qo'yamiz. Buni olib ol. Ana, bo'ldi do'stlar, uyimiz tayyor bo'ldi. Mayli do'stlar, xafa bo'lishga hojat yo'q. Hozir men skladdan kerakli buyumlarni olib kelaman. Ko'zimga nima? Do'stlar, bu millioner bir pasda uyni almazdan quribdimi? U yerda nima qilyapti ekan? Salom. Охраналар turibdi. Qarang, menga qarab turishdi. Mayli, ana bu yerdan skladdan narsa. Do'stlar, qarang. Bu meni mashinamni olib kirgan. U juda ham menda bir g'oya bor do'stlar. Ichkariga kirib, salom. Bir minutga kel. Nima gap? Sen bir pasda mashinani olib kirishga ham ulgurdingmi? Nafaqat mashinani olib kirishga, balki hattoki uyni boshqatdan qurishga ham ulgurdim. Ko'rdingmi? Albatta ko'rdim. Hamma uyingni almaz bloklardan devor qilib chiqdik. Qayta jihozladik. Ko'rdingmi? Juda ham chiroyli uy bo'ldi. Men ko'rdim. Juda ham chiroyli uy bo'libdi. Mayli, menga bu ahmoqona uying umuman kerak emas. Men o'zimni uyimga ketdim. Xayr, millioner jitel. Mayli. Men o'z uyimga bora qolay. U ahmoq jitel millionerdan qanday kallamga bir fikr keldi do'stlar. Undan qanday qasos olish g'oyasini o'ylab topdim. Hozir men o'ylagan rejani amalga oshiramiz. Bu juda ham zo'r reja. Amalga oshishiga 90% ishonchim komil do'stlar. Hozir biz jitel millionerning uyiga, meni uyimga boramiz va undan qasos olamiz. Ana do'stlar, bizga kerak bo'ladi mana bular. Biz unga Enderman qurtlarini tashlaymiz. Hozir biz unga unutayozibman, uni aqronalar bor-ku. Mayli, ana bu yoqqa o'tib ketdi. Bu daraxtlarni o'tib oldik. Aqronalar bizni ko'rmayapti va biz hozircha hech kim ko'rmaydi. Biz uyni tomiga chiqib olamiz. Qaraylik-chi, mashinaning oldida kim bor ekan? Hozircha hech kim yo'q. Mana bu yerni chopib olamiz. Pastga tushib ketdi. Hozircha ichkarida yo'q. Mana bu yerni kovlay. Do'stlar, jitel millioner shu yerda turibdi. Mening boyliklarim. Ahmoq, hozir bunga ko'rsatib qo'yamiz. Ana senga, ol. Mana senga, mana. Yordam bering, aqronalar. Ana ahmoq, unga ko'rsatib qo'ydik. Hozir aqronalar unga yordam beradi. Biz tezda qaytib ketamiz. U adabini yeyapti do'stlar. Ana aqronalar bilan avvora do'stlar. Hozir biz ichkariga kirib lavani mashinani ustiga tashlaymiz. Ana ochdik. Ichkarida bilan avvora. Yordam. Ana ovozlari ham eshitilyapti. Hozir undan qasos olamiz do'stlar. Mashinani yoqib yuboramiz. Mana senga. Uzoqroq turmasak hozir yonib ketadi.
O do'stlar, mashina yonib ketdi. Qarang, yondi. Qochdik do'stlar. Aqronalar yordam bering, mashina yonyapti, hozir portlaydi. Yordam. Ana do'stlar, u baqiryapti. Biz qasosimizni oldik. Do'stlar, kompotni qasosi tugadi deb o'ylayapsizmi? Yo'q, bizda qasosimiz hali tugagani yo'q. Biz hozir oxirgi qasosimizni olamiz. Oxirgi rejamiz. Hozir tomga chiqib, mana bu kolonkani o'rnatib qo'yamiz. Xo'sh, qayerga o'rnatsak ekan? Bu yergami, qayerga? Yaxshi eshitilar ekan do'stlar. O, bizni ko'rib qolishi mumkin. Ehtiyotlik bilan buni qayerga? Bu yergami? Ha, mana bu yerga qo'yganimiz ma'qul do'stlar. Hozir endi biz xususiy rejimni ovozini yoqib qo'yamiz. Mana do'stlar, mikrofon yaxshilayapti mana. Ey, jentelmenlar, bu uy seniki deb o'ylayapsanmi? Voy, kim gapiryapti bu gapni? Bu gapni men uyning yolg'iz xo'jayini, uy ruhi gapiryapman. Yangi xo'jayin bo'lish uchun o'lishing kerak. Nima, yo'q. Bu uyni xo'jayini kapot. Ana shunga o'ldira qol. Yo'q, bu uyni xo'jayin sen, chunki sen bu yerda yashayapsan. Men seni hozir joningni olaman, sen shunda xo'jayin bo'lasan. Yo'qol. Aqronalar, bu yerdan tez ketdik. Qochamiz, men ketyapman. U birpasda qochib ketdi do'stlar. Birpasda tuyog'ini shiqillatdi. Bu meni oddiy ovozim, effektni o'chirdik do'stlar. U juda ham tezlik bilan uyidan qochib ketdi. Men bunaqasini kutmagan edim. U menga almos bloklarni qoldiribdi. Ahmoq. Menga shuncha almos bloklar qoldi. Bunaqa ahmoq odamni ko'rmaganman. Qarang do'stlar, bulardan biz oddiygina almoslarni yasab olamiz. Biz endi boyib ketdik. Yo'q, hali ham bu boyliklar, bu uy menikiligiga ishongim kelmayapti do'stlar. Mashinani yoqmaganimizda mashinani ham esdan chiqarib qoldirar edi. Mayli, bizga hozircha shular tegdi. Mayli, shuncha almos blokli bo'ldik. Endi mashina sotib olamiz. Do'stlar, bu sizga dars bo'ldi degan umiddaman. Firibgarlik qilmang. Hozircha sizlar bilan kompot bo'ldi. Tarjimada eski Extreme, yangi Notch Minecraft bo'ldi. Hozircha nomni qanday qo'yishni bilmayapmiz. Siz komment